Sirdaryo viloyatida ko'z ko'rib, quloq eshitmagan jinoyat sodir etildi. Viloyat shifoxonasida hamshira bo'lib ishlagan ayol nikohsiz tug'ilgan chaqalog'ini o'ldirib, hojatxonaga tashladi. Qayd etilishicha, yoshi 30 dan oshgan hamshira turmush qurmagan, sovchi yuborgan yigitlarni rad etib, yengil hayotni tanlagan, axloqi buzilib, yigitlar bilan maishat qilishga odatlangan. Shu tariqa u oilali erkakdan homilador bo'lib qolgan. Farzandini yashirin ravishda dunyoga keltirgan hamshira odamlarning gap so'ziga qolmaslik uchun dastlab uning joniga qasd qilgan. So'ng chaqaloq jasadini selofanga solib, o'zi ishlaydigan shifoxona hojatxonasiga tashlagan. Ushbu mudhish holatga guvoh bo'lib qolgan farrosh ayol zudlik bilan huquq-tartibot idoralariga xabar bergan. Sud jarayonida bolasini o'ldirgan hamshira qilmishidan afsusda emasligini bildirgan. U 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.